Nabiyeva Sevara Sultonovaman. 1987-yilda tug'ilganman. Texnika fanlari doktori Pirim va Xolida Anarbayevna bilan ishlayman. Shu magistraturadan beri ilmiy rahbarimlar. Noravshan mantiq bo'yicha o'sha magistraturadan beri ishlab kelamiz Pirim va Xolida Anarbayevna bilan. Yana davom ettirganimiz dolzarbligi shundan iboratki, bu jarayonda nafaqat tibbiy tashxislashda iqtisodiyot bo'yicha o'sha bankrotlikni hamma narsani erta aniqlash uchun juda ham kerakli, juda ham yordam beradi. Oldinroq tashxis qo'yish va erta aniqlash uchun o'sha bankrotlikni ham va tibbiyotda tashxis qo'yishda ham. Hamman bakalavriatni, magistraturani tugatganimda Samarqand tibbiyot institutida o'qituvchi assistent lavozimida ishlaganman. Shu pokistonliklarga dars berganman. Aynan surunkali tanzilit, bolalarda surunkali tanzilit kasalligini tanlaganim o'sha u yerda tibbiyot instituti bilan aloqada совместно ishlaganmiz. O'sha ma'lumotlar olganman. Ular bilan nima qilib qanday parametrlarni qaysi joyda to'g'ri olinsa yaxshiroq natija chiqadi, birga ishlaganmiz. Ular bilan ham Muhammadiyeva Dilnoza To'lqonovna ham mana shu Pirim va Xolida Anarbayevna Samarqandda, ular Toshkentda, ularning o'zlariga ko'p borib, ichki mayda detallarigacha, aynan chunki Zetson Sugino modelini qildik, takomillashtirdik modelni. Bu modelni takomillashtirishda ularning ham yordamlari juda ham katta. Chunki bu model bo'yicha hali ishlanmagan, ko'pchilik umuman tugallamagan. Bu model bilan ishlaganda o'sha ishonchlilik darajasi yuqori bo'lganligi sababli o'sha aniqligi, ishonchligi va Pifagor noravshan to'plamlarini qo'llaganimiz sababli o'sha sezgirligi oshadi. Shuning uchun aynan laboratoriya xatoliklarni og'ishlarida kasallikka o'sha tashxis qo'yishda qochmaydi. O'sha tashxis qo'yish aniq qoladi. Ish jarayonida xorijiy va o'zimizda olimlarning ishlari, albatta o'rganib chiqilgan, qilgan ishlari bilan o'sha taqqoslama tahlillar olib borilgan. Lutfizade, Aliyev xorijiy olimlarni aynan o'sha noravshan mantiq, Zetson bo'yicha ular boshlagan va bu ishda hali boshlanganiga 15 yil bo'ldi, hali yangi ish. Unaqa ko'p hali ilmiy ish qilinmagan, ilmiy natijalar olinmagan va bu ish bo'yicha hali kelajakda juda ko'p ishlar amalga oshirish mumkin. Va Lutfizade, ularning shogirdi Aliyev, ularni davomchisi sifatida mana shu o'zbek olimlaridan o'sha Muhammadiyeva Dilnoza To'lqonovnani va intellekt tahlil bo'yicha shu Fozilov, Adilovalarning ham ishlari o'rganib chiqilgan, Bekmurodovlarning ishlari, ularning ishlarini o'rganib, aynan shu intellektual tahlil, noravshan mantiqqa asoslangan tibbiy tashxislash modellari va algoritmlarini takomillashtirib, yaxshi natijaga erishganmiz va natijamiz 99% aniqlikda chiqarib beryapti. Va bizda o'sha aynan mashina обучение bilan farqi, hammada savol tug'ilishi mumkin. Machine learning klassik o'sha bunaqa algoritmlar bor, ular ishlaydi. Faqat bizda o'sha noravshan ma'lumotlar bo'yicha nima qilganda juda ham yaxshi natijaga erishiladi. Chunki ularda noravshan ma'lumot qabul qilinmaydi. Lingvistika, noravshan ma'lumotlar bizda aynan shu bo'yicha ishlanadi. Ilmiy tadqiqot ishim o'sha Samarqand shahar Egamov Medical Service xususiy korxonasida, firmasida, klinikasida, ya'ni xususiy klinikasida hamda 13-sonli Samarqand shahar poliklinikasida, oilaviy poliklinikasida olib borganmiz. Va o'sha aytganimdek, Samarqand tibbiyot davlat universiteti bilan ishlaganmiz. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, tadqiqotchi ayol bo'lish juda ham qiyin. Chunki ham ro'zg'orga, ham bolalarga, ya'ni 2 yosh bola bilan, aynan surunkali tanzilit kasalligini ham tanlaganimiz, shu bolalarning tomog'i juda ham ko'p og'riydi. Tezroq erta tashxis qo'yish, chunki asoratlari yomon, uni ham 3 xil stadiyada nima qiladi darajada, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich va ularni hattoki o'sha buyrakka, yurakka nevrologiskiy asoratlari bor. Mani o'zi hayotiy shiorim bor, hech yerni qilma orzu, bordir toshi tarozi. Juda ham qiynalgan vaqtimga
baribir shu narsani eslayman, baribir hamma joyda tosh tarozi bor. Qayerda orzu qilsam ham baribir u yerda ham bitta tosh tarozisi bor. Shu joy men uchun eng yaxshi, eng mukammal. Alloh men uchun eng mukammalini to'g'rilab qo'yibdi. Mana Ilohga aytgan bo'lardimki, qo'rqmaslik kerak. Maqsad sari обязательно olg'a intilish kerak. Umuman qo'rqish kerak emas. Avvalo Allohga tavakkal va maqsadni aniq qo'yib harakat qilsa, Alloh ham, atrofidagilar ham, yaqinlari ham yordam beradi va ularning ko'magida albatta erishadi o'ylagan natijasiga. Bu yerda hech kimdan xafa bo'lmaganman, hammadan faqat xursandman. Hamma ustozlar to'g'ri yo'nalish berib, kamchiliklarni aytib, vaqtida fikr takliflarini berganlarida ham vaqtida to'g'rilab, men hammadan juda ham minnatdorman. Qo'limni ko'ksimga qo'yib hammaga ta'zim qilaman, minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozlarga ham, ilmiy kengash raisiga alohida tashakkurimni aytaman. Ilmiy kotibga, barcha o'sha seminar raislari, seminar a'zolariga minnatdorchiligimni bildiraman va mana shu institutdagi har bir xodimiga tashakkurimni bildiraman, chunki ularning ko'magi bilan baribir shu joygacha yetib keldik. Chunki hujjat ishlari ham ozmuncha emas. Uncha hujjatni taxlashda o'ziga ham institutda o'sha xodimlarning ko'magi bo'lmasa qiyin.